Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni sodda qilib tushuntiraman. 2020 yildan 2024 yilgacha pensiyalar indeksatsiya hisobiga aslida qanchaga oshdi? Ya'ni qo'lingizga tegadigan real summa qanday o'zgardi? Bu ma'lumot har bir pensionerning farzandlariga, ota-onasining pensiyasini tekshirib berayotgan insonlarga va yaqin yillarda pensiya chiqmoqchi bo'lganlarga bevosita tegishli. Ko'pchilik pensiya oshdi deyishyapti. Lekin men nega katta farq sezmayapman? Mening pensiyam to'g'ri indeksatsiya bo'lganmi? 2002 yilda olgan pensiyam bilan 2024 yilda olgan pensiyam orasidagi haqiqiy farq qancha degan savollarni berishadi. Bugun men mana shu savollarga aniq raqamlar, oddiy misollar va amaliy tavsiyalar bilan javob beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida o'zingizning pensiyangizni qanday tekshirish, xato bo'lsa qayerga murojaat qilish va qanday hujjatlarni tayyorlash kerakligini aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot ko'pchilik o'ylarga pulini to'g'ri hisoblatib olishda yordam beradi. Avvalo indeksatsiya deganda nimani tushunamiz? Juda oddiy aytaman. Indeksatsiya bu pensiya, nafaqa yoki ish haqining narxlari oshishi, inflyatsiya va davlat belgilagan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash siyosatiga qarab ko'paytirilishidir. Ya'ni siz 2020 yilda 1 million so'm pensiya olgan bo'lsangiz, keyingi yillarda davlat qarorlari bilan shu summa bosqichma-bosqich ko'tariladi. Lekin bu yerda juda muhim nozik masala bor. Odamlar ko'pincha pensiya 10% oshdi degan gapni eshitadi va demak, menga boyming qo'shiladi deb o'ylaydi. Agar pensiya 1 million bo'lsa, 10% boyming bo'ladi. Lekin keyingi safar foiz avvalgi eski summaga emas, oshirilgan yangi summaga qo'llanadi. Masalan, 1 million pensiya 1% oshsa 1 million 100 ming bo'ladi. Keyin 12% oshsa 12% endi 1 milliondan emas, 1 million 100 mingdan hisoblanadi. Shuning uchun 2020-2024 yillardagi umumiy o'sishni oddiy qo'shish bilan emas, ketma-ket ko'paytirish bilan hisoblash kerak. Yana bir muhim jihat, nominal o'sish bilan real o'sish boshqa narsa. Nominal o'sish bu qog'ozdagi yoki kartangizga tushgan summa. Masalan, 1 million so'm, 1 million 700 ming so'm bo'lsa, nominal pensiya 700 mingga oshdi. Real o'sish esa shu pulga bozorda nima olish mumkinligi bilan bog'liq. Agar shu yillarda un, yog', go'sht, dori-darmon, kommunal to'lovlar ham oshgan bo'lsa, siz pul ko'payganini ko'rasiz. Lekin xarid quvvati unchalik kuchli oshmagan bo'lishi mumkin. 2020-2024 yillar pensiya tizim uchun juda faol davr bo'ldi. Bu yillarda pensiyalar bir necha marta indeksatsiya qilindi. Men bu videoda asosiy ommaviy oshirishlarni tushuntiryapman. Raqamlar hudud pensiya turi, minimal pensiyaga qo'shimcha, ustamalar, nogironlik, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki alohida imtiyozlar bo'yicha farq qilishi mumkin. Shuning uchun men umumiy indeksatsiya mexanizmini ko'rsataman. 2020 yilda pensiyalar taxminan 7% ga oshirilgan davr bo'ldi. 2020 yilda 10% oshirish bo'ldi. 2022 yilda 22% oshirish amalga oshirildi. 2023 yilda esa yil davomida 2 marta, avval 7%, keyin yana 7% atrofida oshirishlar bo'ldi. 2024 yilda pensiyalar 25% ga oshirilgan davrni ko'rdik. Mana shu ketma-ketlikni olsak, 2020 boshida 1 million so'm bo'lgan pensiya 2024 oxiriga kelib taxminan 1 million 736 ming so'm atrofida bo'ladi. Ya'ni umumiy nominal o'sish taxminan 73% dan ko'proq. Bu yerda eng katta xato shuki, ayrimlar 7%, 10%, 12%, 7%, 7%, 10% ni qo'shib jami 22% ekan deb hisoblaydi. Aslida bunday emas. Chunki har bir keyingi oshirish avvalgi oshirilgan summa ustiga qo'shiladi. Shuning uchun yakuniy o'sish 2% emas, taxminan 73-74% atrofida chiqadi. Bu murakkab foiz effekti deyiladi. Bank omonatlarida ham shunday. Foizning ustiga ishlasa, yakuniy natija oddiy qo'shilgandan ko'proq bo'ladi. Endi real misollarga o'tamiz. Tasavvur qilaylik, 2020 yilda bir pensioner 800 ming so'm pensiya olgan. 7% oshgandan keyin uning pensiyasi 826 ming so'm bo'ladi. Keyin 10% oshsa 941.600 so'm bo'ladi. Keyin 12% oshsa 1 million 54.532 so'm bo'ladi. Keyin 7% oshsa 1 million 113 so'mga yaqinlashadi. Yana 7% oshsa 1 million 272 so'm bo'ladi. 2024 yildagi 15% oshirishdan keyin taxminan 1 million 398 ming 750 so'm chiqadi.
Demak, Takkin 800 ming so'm pensiya 2020-2024 davrida taxminan 70 ming so'mga ko'paygan. Endi 1 million so'mlik pensiyani olaylik. Bu eng qulay misol, chunki hamma foizlarni tez tushunadi. 2020 yilda 20 million bo'lgan pensiya 7 foizdan keyin 20 million 70 ming bo'ladi. Keyin 10 foizdan keyin 20 million 7 ming bo'ladi. 12 foizdan keyin 20 million 3 bo'limda 1210 ming so'm. Keyingi 7 foizdan keyin 20 million 527 so'm. Yana 7 foizdan keyin 20 million 590 so'm. 25 foizdan keyin esa 20 million 735 ming 401 so'm atrofida bo'ladi. Demak, 2020 yilda 20 million olgan odam 2024 yilga kelib taxminan 735 ming so'm ko'proq oladi. Agar pensiya 20 million 500 ming so'm bo'lgan bo'lsa-chi, 2000 yildagi 20 million 500 ming so'm ketma-ket indeksatsiyadan keyin taxminan 2 million 603 ming so'm atrofida bo'ladi. Bu yerda nominal qo'shimcha 20 million 13 ming so'mga yaqin. Shuning uchun yuqori pensiya olganlarda qo'shimcha summa so'mda kattaroq ko'rinadi. Chunki foiz bir xil bo'lsa ham baza katta bo'lsa, qo'shilgan pul ham katta bo'ladi. Masalan, 7 foiz 800 mingda 26 ming, 2 millionda esa 160 ming so'm. 2 million so'mlik pensiya misolida esa 2020 yildagi 2 million so'm 2024 yilga kelib taxminan 3 million 320 ming so'm atrofida bo'ladi. Farq qariyb 20 million 320 ming so'm. Lekin bu odam mening pensiyam juda ko'p oshibdi deb xulosa qilmasdan shu davrdagi narxlar o'sishini ham hisobga olishi kerak. Chunki dori-darmon, oziq-ovqat, yo'l haqi, kommunal to'lov va xizmatlar ham sekin turmagan. Endi xarid quvvati haqida gaplashamiz. 2024 yillarda rasmiy inflyatsiya yilma-yil turlicha bo'ldi. Ba'zi yillarda 10% atrofida, ba'zi yillarda undan yuqori yoki pastroq bo'lgan. Agar umumiy davrini olayotgan bo'lsak, narxlar ham sezilarli oshgan. Shuning uchun 20 million so'm pensiyaning 20 million 735 mingga aylanishi qog'ozda 73% o'sish, lekin hayotda pensionerning imkoniyati 73% ga yaxshilandi degani emas. Real hayotda, masalan, 2020 yilda 100 ming so'mga olingan dori 2024 yilda 120 ming yoki 110 ming bo'lgan bo'lishi mumkin. 2020 yilda 200 ming so'mlik oziq-ovqat savati 2024 yilda 330 ming 320 mingga chiqqan bo'lishi mumkin. Shu sababli pensiya oshganini his qilish darajasi har bir oilaning xarajat tuzilmasiga bog'liq. Men amaliyotda ko'p ko'radigan birinchi holat pensionerning pensiyasi oshgan, lekin u buni sezmaydi. Chunki uning asosiy xarajati doriga ketadi. Masalan, 2000 yilda OPA 1 million 200 ming so'm pensiya olgan. Indeksatsiyadan keyin 2024 yilda bu summa taxminan 2 million 2 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Qog'ozda qo'shimcha Takkin Spax'in 2 ming so'm. Lekin OPA har oyrak dori, qon bosimi dori, vitamin va tahlillarga 2020 yilda 300 ming sarflagan bo'lsa, 2024 yilda 700 ming sarflayotgan bo'lishi mumkin. Demak, pensiya oshgan. Lekin dorining o'zi qo'shimchaning katta qismini yeb qo'ygan. Ikkinchi holat, pensionerning o'z uyi bor, kommunal to'lovlari kam, farzandlari yordam beradi. Bunday odam pensiya oshishini ko'proq sezadi. Masalan, 2020 yilda 900 ming so'm olgan, ota 2024 yilda 1 million 562 ming so'mga yaqin oladi. Agar uning oziq-ovqat xarajatining bir qismini farzandlari ko'tarsa, u qo'shimcha summani kiyim-kechak, to'y maraka, davolanish yoki jamg'armaga ishlatishi mumkin. Shu sababli bir xil indeksatsiya ikki xil oilada turlicha seziladi. Uchinchi holat, minimal pensiyaga yaqin oladiganlar. Bu guruhda masala boshqacha. Chunki ularda faqat foizli indeksatsiya emas, minimal miqdor, bazaviy pensiya, qo'shimcha to'lovlar va ijtimoiy kafolatlar ham rol o'ynaydi. Ish staji kam bo'lgan yoki maoshi past bo'lgan odamning hisoblangan pensiyasi minimal darajadan past chiqsa, davlat belgilangan minimal kafolatlar bo'yicha unga qo'shimcha mexanizm qo'llashi mumkin. Shuning uchun mening pensiyam 7% ga oshishi kerak edi, lekin boshqacha oshibdi degan holatlar uchraydi. Bunda darhol xato deb o'ylamaslik kerak. Avval pensiya turi va minimal kafolat qo'llangan-qo'llanmaganini tekshirish lozim. Menimcha, birinchi navbatda quyidagi odamlar pensiyasini albatta tekshirish kerak. Birinchisi, 2020-2024 yillarda pensiyasi oshganini sezmagan yoki summasi boshqalarnikidan ancha farq qilayotgan pensionerlar. Ikkinchisi, pensiyaga chiqishda ish staji to'liq kiritilmagan deb o'ylayotganlar. Uchinchisi,
eski ish joylaridan maosh ma'lumotnomasi olinmagan yoki arxivdan hujjat topilmaganlar. To'rtinchisi, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki imtiyozli pensiya oladiganlar. Chunki bu toifalarda hisob-kitob oddiy yoshga doir pensiyadan farqli bo'lishi mumkin. Yana pensiyani kartadan olayotgan, lekin har oy tushumini tekshirmaydigan insonlar ham e'tiborli bo'lishi kerak. Ba'zan odam pensiyam tushdi deb umumiy summani oladi, lekin qaysi oyda qancha, qo'shimcha qachon qo'shilgan, qarzdorlik yoki ushlab qolish bormi bilmaydi. Agar aliment, kredit, sud qarori, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi kabi holatlar bo'lsa, qo'lga tegadigan pul indeksatsiyadan keyin ham kutilgandek ko'rinmasligi mumkin. Kim unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar siz har bir oshirishdan keyin pensiya summangiz taxminan foizga mos ravishda oshganini ko'rsangiz, ish stajingiz to'liq kiritilgan bo'lsa, pensiya turida o'zgarish bo'lmasa va bank kartangizga muntazam to'g'ri summa tushayotgan bo'lsa, ehtimol hammasi joyida. Lekin baribir yiliga kamida bir marta pensiya ma'lumotlarini tekshirtirib turish foydali. Chunki pensiya bu bir oylik emas, yillar davomida olinadigan daromad. Bir oyda 10 ming so'm xato bo'lsa, bir yilda 6 ming, 5 yilda 3 million so'm bo'ladi. Birinchi nozik jihat. Indeksatsiya hamma summalarga bir xil ko'rinishda ta'sir qilmasligi mumkin. Masalan, asosiy pensiya, ustama kompensatsiya, parvarish nafaqasi, ayrim qo'shimcha to'lovlar alohida tartibda hisoblanishi mumkin. Shuning uchun yangilikda 25% deyildi. Lekin mening qo'limga 25% to'liq qo'shilmadi degan holatni ko'rsangiz, tarkibni ajratib ko'rish kerak. Sizning jami oladigan summangiz bir nechta qismlardan iborat bo'lsa, har bir qismga bir xil qo'yda ishlamasligi ehtimoli bor. Ikkinchi nozik jihat, oy o'rtasi kuchga kirish sanasi. Agar oshirish ma'lum sanadan boshlab kuchga kirsa, o'sha oy uchun to'lov proporsional yoki keyingi oyda farq bilan berilishi mumkin. Odamlar ba'zan birinchi oyda kamroq ko'rib, menga to'liq oshmadi deb xavotir oladi. Aslida keyingi oyda qayta hisob-kitob yoki farq tushishi mumkin. Shuning uchun faqat bir oyga qarab xulosa qilish to'g'ri emas. Kamida 2-3 oylik tushumni solishtirish kerak. Uchinchi nozik jihat. Pensiyaga yangi chiqqan odam 2002 yildagi baza bilan solishtira olmaydi. Masalan, kimdir 2023 yilda pensiyaga chiqqan bo'lsa, unga 2020, 2021, 2022 yillardagi indeksatsiyalar alohida qo'shilib bermaydi. Uning pensiyasi pensiyaga chiqqan paytdagi amaldagi me'yorlar bo'yicha hisoblanadi. Keyin esa undan keyingi oshirishlar qo'llanadi. Shuning uchun qo'shnim 2020 dan beri oladi. Uning pensiyasi ko'proq oshibdi. Meniki nega unday emas degan savolga javob shuki, sizlarning boshlang'ich bazangiz va pensiyaga chiqish sanangiz boshqacha. To'rtinchi nozik jihat, ish staji va ish haqi ma'lumotlari indeksatsiya noto'g'ri bo'lishidan ko'ra ko'proq uchraydigan muammo pensiyaning boshlang'ich hisob-kitobi noto'g'ri yoki to'liq bo'lmasligidir. Masalan, bir odam 35 yil ishlagan, lekin hujjatda 28 yil kiritilgan bo'lsa, uning pensiya bazasi boshidan past bo'ladi. Keyin indeksatsiya to'g'ri ishlasa ham past bazaga ishlaydi. Ya'ni 1 million bo'lishi kerak bo'lgan pensiya 800 mingdan boshlangan bo'lsa, keyingi barcha foizlar ham 800 ming ustiga qo'shilib ketadi. Natijada yillar davomida katta farq yig'iladi. 5-nozik jihat, arx hujjatlari. Eski korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan, hujjatlar arxga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ko'p odamlar ishlaganman, lekin hujjat yo'q deb qo'l siltaydi. Men bunday qilmaslikni maslahat beraman. Chunki arxdan topilgan bitta ma'lumotnoma ham pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa yuqori maosh olingan davrlar tasdiqlansa. Pensiya qayta hisoblanishi ehtimoli bor. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz o'z pensiyangiz to'g'ri oshganini qanday tekshirasiz? Birinchi qadam 2020 yildan 2024 yilgacha bo'lgan pensiya tushumlaringizni yozib chiqing. Agar bank kartaga tushgan bo'lsa, bank ilovasi yoki bank filialidan ko'chirma oling. Har bir oshirishdan oldingi va keyingi oylarni alohida belgilang. Masalan, oshirishdan oldingi oyda qancha tushgan, keyingi oyda qancha tushgan, farq qancha bo'lgan. Ikkinchi qadam foizli hisob qiling. Eski summani oling va tegishli foizga ko'paytiring. Masalan, pensiya 1 million 200 ming bo'lsa, 7% oshish 4 ming so'm degani. Yangi summa taxminan 1 million 2,4 ming bo'lishi kerak. Agar keyin ben foiz bo'lsa, 1 million 2,4 mingning ben foizi 1,400 so'm. Yangi summa 1 million 420 ming 400 so'm bo'ladi. Shu tarzda ketma-ket hisoblang. Juda aniq tiyin-tiyinigacha chiqmasligi mumkin.
Chunki yaxlitlash ustamalar va boshqa to'lovlar bor. Lekin katta farq bo'lsa tekshirish kerak. 3-qadam pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz yashaydigan tuman yoki shahar pensiya bo'limiga borib, pensiya hisob-kitobingiz bo'yicha ma'lumot so'rang. Siz mening pensiyam 2020-2024 yillaridagi indeksatsiyalar bo'yicha qanday qayta hisoblanganini tushuntirib berishingizni so'rayman deb ariza yozishingiz mumkin. Arizada pasport ma'lumotlari, telefon raqamingiz, pensiya turi va savolingiz aniq ko'rsatilgani yaxshi. 4-qadam kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda sizga shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi ma'lumot. Mehnat daftarchasi, eski ish joylaridan maosh ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotlari, harbiy xizmat, o'qish, farzand parvarishi yoki imtiyozli davrlarni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar nogironlik pensiyasi bo'lsa, tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari ham muhim. Bo'g'uvchini yo'qotganlik pensiyasida esa vafot etgan shaxsning staji va daromadiga oid hujjatlar ahamiyatli. 5-qadam. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar sizda jiddiy shubha bo'lsa, yozma murojaat qiling va yozma javob oling. Chunki yozma javobda qaysi asosda hisoblangan, qaysi davrlar kiritilgan yoki kiritilmagan, nima sababdan rad etilgan, barchasi aniqroq bo'ladi. Keyin zarur bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki tegishli tartibda shikoyat qilish osonroq bo'ladi. 6-qadam, oilada bitta odam pensionerning hisobini yuritsin. Ko'pincha keksa ota-onalarimiz bank ilovasidan foydalanmaydi. Foizlarni hisoblamaydi. Hujjatlarni qayerga qo'yganini unutib qo'yishi mumkin. Farzandlar, nabiralar yordam bersa, ko'p muammolar oldi olinadi. Har oy tushgan summani yozib borish, oshirishlar bo'lganda tekshirish, bankdan SMS xabarini ko'rish juda foydali odat. 7-qadam, agar ish stajingizda bo'shliq bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Eski korxona tugatilgan bo'lsa ham, hujjatlar davlat arxivida yoki huquqiy voris tashkilotda saqlangan bo'lishi mumkin. Arxivga so'rov yuborishda ish joyining eski nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, tug'ilgan sana va boshqa ma'lumotlarni iloji boricha aniq yozing. Noaniq yozilgan so'rovga aniq javob olish qiyin. Demak, 2020-2024 yillar davomida pensiyalar bir necha marta indeksatsiya qilindi va 2020 yilda 20 million so'm bo'lgan pensiya ketma-ket oshirishlar natijasida 2024 yilga kelib taxminan 20 million 735 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bu nominal jihatdan 73% dan ortiq o'sish degani. Lekin real hayotda narxlar ham oshgani uchun pensiyalarning xarid quvvati har doim ham shu darajada kuchaydi deb bo'lmaydi. Eng muhim xulosa shuki, pensiyangizni faqat oshdi degan xabar bilan emas, o'z summangiz bo'yicha tekshiring. Boshlang'ich pensiya to'g'ri hisoblanganmi? Ish staji to'liq kiritilganmi? Indeksatsiya barcha davrlarda qo'llanganmi? Qo'shimcha to'lovlar qanday hisoblanganmi? Bularning barchasi muhim. Agar shubha bo'lsa, bank ko'chirmasini oling, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling, hujjatlaringizni yig'ing va hisob-kitobini talab qiling. Agar sizning pensiyangiz 2020 yilda qancha bo'lganini va 2024 yilda qancha bo'lganini yozsangiz, izohlarda birga taxminiy hisoblab ko'rishimiz mumkin. Sizningcha pensiya oshishi narxlar oshishini qoplay oldimi yoki yo'qmi? Fikringizni kommentariyada yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda pensiya hisoblashdagi eng ko'p uchraydigan xatolar va stajni qanday tiklash haqida batafsil gaplashamiz.